Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz hozirda Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Qo'shtegirmon qishlog'iga kelganmiz. Reydar meni to'g'risi ko'zlarimni yoshlantirib turgan narsa ikkita o'g'il bo'lganda ham mayli edi, o'zini kunini ko'raverardi. Lekin farzandlari ikkita qiz ekanda. Hozirda 94-yil akamiz hozir rak kasalligi bilan 2,5 yildan beri olishayotibdi ekan. Men rosa Allohdan so'rab shu videoni qo'yapman. Bizni O'zbekistonimizda saxiy ehsonlar juda ham ko'p, to'g'risi. Akalar, akamizni zudlik bilan Hindistonga jo'natmasak bo'lmaydi ekan. Inshaalloh qizim dadani zo'rib ketadi. Bo'ptimi? Akalar, to'g'risi sizlarda qo'llaringda yo'q deganda misolchi har bitta insonni cho'ntagida 100 ming, 200 ming yo'q degan insonni qo'lida yuradi. Akalar, qo'llaringdan kelganicha 5 mingmi, 10 mingmi mana shu go'daklar uchun, to'g'risi. Mana shu dadasi yaxshi bo'lib ketsa, haligini aytib o'tdim, agar o'g'il bola bo'lganda o'zini kunini ko'raveradi. Lekin qiz bolaga ota kerak. Akalar, bu videoni qo'yishimizdan maqsad inshaalloh akamiz o'zini shaxsan o'zini nomerlarini qo'yib qo'yamiz, kartalarini qo'yib qo'yamiz. Ishonmaganlar uchun akamga bir og'iz telefon qilib bilib olishingiz ham mumkin. Hozirda bizga 10 ming dollar pul kerak bo'lyapti akamning sog'ligini tiklashimiz uchun. Akalar, qo'llaringdan kelganicha 5 mingmi, 10 mingmi ehson qilsalaring. Akalar, hozirgi kunda misol uchun har xil videolar chiqyapti. Shunaqa videolarni hisobiga mana shunaqa bemorlarimiz ancha qiynalyapti. Inshaalloh sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, to'g'risi inshaalloh akamiz yaxshi bo'lib ketsa, akalar shu inshaalloh mana shu go'daklarimiz duo qilsa, jannatdan bitta qasr barpo qilgan bo'lasiz. Akalar, mana akamizni shart-sharoitini ko'rsataman. Har kim har xil o'ylashi mumkin. Agaratini sotib borsa bo'laveradi, mashinasini sotib borsa ham bo'laveradi deydi. Biz bu yerga kelganimizdan keyin men shaxsan o'zim yig'i to'xtagani yo'q. Chunki bu akamiz hozirda bir xonali uyda yashaydi. Holatni ko'rib turibsizlar, akalar. Qo'lingizdan kelgancha ehson beringlar aka. Xudo xolasa inshaalloh mana shu akamiz bola chaqasining baxtiga yaxshi bo'lib ketsin. Hammalaringga rahmat, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin, akalar.